Surxondaryoda juda ham mashhur insonlar ko'p. Ushbu mashhur insonlar Surxondaryoning qaysi tumanidan ekanligi haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Ushbu videoga bitta like bosing va barcha surxondaryoliklarga yuborib qo'ying. Demak, boshladik. Angor tumani. Sobiq viloyat hokimi To'ra Bobolov, Xonanda Nargiza Abdullayeva. qiziqchi va xonanda Olimjon O'rozov, Boysun tumani. Kurashchi Abdulla Tangriyev. yozuvchi Usmon Azim, Xonanda Sayyora Qoziyeva. sobiq oliy ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov, Yozuvchi Erkin Azam. kurash bo'yicha olimpiada sovrindori Muzaffar To'raboyev, O'zbekistonga mashhur Shoberdi Baxshi, Yozuvchi Shukur Xolmirzayev. Surxondaryo yuragi Denov tumaniga yetib keldik. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, xonanda Hosila Rahimova. Ushbu tumanda boshqa xonandalar ham bor. Lola Ahmedova hamda Shahlo Ahmedova. Boshlovchi Abdukarim Mirzayev. Xonanda Alijon Eshonqulov. Ancha yillardan beri ko'rinmayotgan san'atkor Rustam Mahmudov. Bir vaqtlari internet yulduziga aylangan so'z ustasi Azamat Jummayev. Bloger Lil Xurramov ham Denov tumanidan. Jarqo'rg'on tumanida qanday mashhur insonlar borligini hozir bilib olasiz. Aktrisa Aziza Bekmatova. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov. Quyoshli yurt Muzrabot tumaniga ham yetib keldik. Aktrisa Tamara Hazratqulova. Qo'noqlar va zukkolar ko'rik-tanlovi orqali bizga mashhur bo'lgan boshlovchi Iskandar Temirov. Tog'li o'lka Sariosiyo tumanidagi mashhurlardan kimlarni taniysiz? Boks bo'yicha 2 karra olimpiada chempioni Bahodir Jalolov. Kurashchi Muhsin Husamuddinov. Sobiq administratsiya boshlig'i Zaynilobiddin Nizomiddinov. Senator Abdug'ani Sanginov. Anorlari bilan mashhur bo'lgan Sherobod tumanidan kimlarni taniysiz? Buyuk rassom Ro'za Choriyev. Sobiq DXX rahbari Rustam Inoyatov. Sho'rchiliklar, yaqinroq kelinglar. Biz sizga hozir tumaningizdagi mashhurlarni sanaymiz. UFC chempioni Shavkat Rahmonov. Uloq ko'pkar yulduzi Odil Chobog'on. Kurashchi Bekmurod Oltiboyev. Yoshlarimizning sevimli reperi Abrorbey. Viloyatimiz markazi Termiz shahriga yetib keldik. Marhum san'atkor Ravshan Namozov. Aktrisa Nozanin G'afforova. Teleboshlovchi Lola Zununova. Uzun tumanidan qanday mashhur insonlarni taniysiz? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mahmud Namozov. Yaqindagina vafot etgan Yo'lchi Ortiqov. So'z ustasi Erkin Jo'lliyev. Barchaga mashhur Zohid Polvon. Oltin soylari bilan mashhur Oltinsoy tumani. Buyuk yozuvchi Tog'ay Murod. Professor Qidirnazar Allohqulov. Nihoyat Qumqo'rg'on tumaniga yetib keldik. Aktyor Otabek Haqverdiyev. Sobiq viloyat hokimi Normumin Choriyev. Kurashchimiz Abdulla Xaliyarov. Yana bir kurashchimiz Hikmatulla To'rayev. Ushbu ro'yxatda qaysi mashhur insonlar qolib ketdi? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.